Assalamu alaykum hörmətli görmənlər. Görüyatqanlar Uyğur Nidası televiziyası həftəlik xəbərləri. Mən Jaloliddin Sədirdin. Aldı bilən diqqətinizə sunduğumuz ötən bir həftəlik xalqara xəbərlər və vəqələr. Onundan keyin gördüyünüzlər öz və ixtiyari müxbirlərimiz tayarlagan Şərq Türkistan və muhacirətdəki Şərq Türkistanlıqlarga münasibətlik xəbər və ziyarət xatirələri. Xitay Cənubi dengizdə qatma-qat qiyinchiliklarga duch kelməkdə. Xitay Janubiy dengizda qatma-qat qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Amerika muavin prezidenti Mike Pence 15 noyabr Janubiy Osiyo elboshlari uchrashish yig'inida Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi harakatini bevosita tanqid qildi. U Janubiy Xitoy dengizi hech qanday bir davlatga tava emas. Amerika davomli turda xalqaro qonun yo'l qo'ygan doirada kema va aeroplanlarni haydaydi. Shuni bayon qilayki, Xitoyning Janubiy Xitoy dengizini qurollandirishi va zamin kengaymichilik qilishi qonunsiz va xatarlik. Bu ko'plagan davlatlarning egilik huquqiga tahdid silib qolmay, dunyoning gullanishiga xavf elib keladi dedi. U yana Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishidan ogohlantirib, bu qurilish mablag'lari kichik davlatlarni qarziga bo'g'ib, egilik huquqiga tajovuz qiladiganligini bildirgan. Xitoy, Bruney, Malayziya, Filippin, Vietnam va Tayvan qatorliqlar egilik huquqi borligini jar silayotgan bu dengizda har yili 3 trillion Amerika dollari qimmatidagi paraxod savdosi kesib o'tadi. Uning so'zlari bu su yo'llari bizga tava deb jar silayotgan Xitoyga maydon o'qish hisoblanadi. Bu yig'indan keyin Janubiy Osiyo davlatlarida Xitoyning qiltaqchi mablag'lariga qarshilik texmi kuchayishga boshlagan. 19 noyabr Reuters agentligining xabar qilishicha, Maldivi yangi hukumatı Xitoy bilan bo'lgan erkin savdo kelishimidan chekinib chiqmoqchi bo'ldi. Maldividagi eng chong partiya mas'uli, chunki bu kichikgina davlatning dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavda bilan bundaq bir kelishim tuzishi xato dedi. Maldivi sobiq prezidenti Abdullah Yamin o'tgan yili 12 oydagi Beijing ziyoratida bu erkin savdo kelishimini imzolagan edi. O'xshash oyda u o'qituvchilarning norozilik bildirishlariga qaramasdan minbat atrofidagi bu hujjatni parlamentda hech munozirasiz 1 soat ichida ma'qullagan edi. Moldaviya tamojnisining sonliq ma'lumotiga ko'ra, bu yil 1-oydan 8-oygacha Moldaviya Xitoydan 342 million dollar qimmatida mal import qilgan. Halbuki Xitoyga bo'lgan eksporti aran 265.270 dollar bo'lgan. Agar Moldaviya chekinib chiqsa, bu Xitoyning eng o'ngishsizligi hisoblanadi. Xitoyning mablag' turlari Malayziyadan Nepalgacha, hatto sodiq sheriki Pokiston tarafidanmi qarshiliklarga duch kelmoqda. Sri Lanka Xitoy o'tirg'i qo'ygan bir erkin savdo kelishimi loyihasini bir chetga qayirib qo'ydi. Sababi bo'lsa, Sri Lanka 10 yildan keyin bu kelishimdan chekinib chiqish tanlashi bo'lish talabi rad qilingan. 20 noyabr seshanba Xitoy Xi Jinping Filippindagi ziyorat davomida yerlik xalqning noroziligini qo'zg'agan. Navbatda Xitoy Filippinning eng chong savdo sheriki, eng chong eksport va import bazasi, ikkinchi chong sayohatchi manbasi hisoblanadi. 2 yildan buyon Filippin prezidenti Duterte Xitoyga yaxshichaq bo'lib, mablag' sommasiga erishib kelayotgan bo'lib, bu qitimmi Xi Jinpingning yordam qo'lini sunishini talab qilgan. Ammo Filippin xalq ommasining Xitoyga qarshiligi ustun bo'lib, 84% amma Xitoyning Janubiy dengizda sun'iy orol yasash va harbiy baza qurishiga qarshi. Xitoyning Ipak yo'li strategiyasi Janubiy Osiyodagi nurg'un davlatlarni eg'ir qarziga mubtalo qilgandan keyin Xitoy mablag'iga qarshilik texmi oshgan. Xi Jinping Filippinni ziyorat qilayotganda namoyishchilar Filippinni sotmaymiz, mal bahasi va savdo kelishimi sababli davlatimizning egilik huquqining daxli taruz qilinishiga yo'l qo'ymaymiz degandek shiorlarni to'lashdi. Naq maydonda muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan Vatanparvarlik jamiyati bosh kotibi Lenato Liesi Filippinni sotmaymiz, Filippinning egilik huquqini sotmaymiz,
egilik huquqimizni xalqimizga foydasiz mal bahosi va savdo kelishimnomalariga tegishmaymiz. Biz davlatimizning Xayya dengiz sotida qo'lga keltirgan qonuniy jihatdagi g'alabimizni qo'g'dishini umid qilamiz. Biz qonuniy jihatdan qo'lga keltirgan g'alabimizni bu savdo kelishimi va Doter hukumatining o'z beshimchilik bilan elib berayotgan qurilish planlari tufayli bir yoqqa qayirib qo'ya olmaymiz dedi. Interpol yangi raisi saylanish arifasida. Interpol yangi raisi saylanish arifasida. Xalqaro soqchi tashkiloti yangi raisi e'lon qilinishidan burun Amerika Birlashma Qo'shma Shtati va Rossiyadan o'xshamagan ovozlar ko'tarildi. Davlatida tutqun qilingan Xitoy Ming Hongwei Interpol raisligidan istifa berganligini e'lon qilgandan keyin bo'sh qolgan bu o'ringa Janubiy Koreya, Rossiya va Janubiy Afrika nomzodlari raqobatlashdi. Bu o'ringa eng uyg'un ko'rilgan nomzod Rossiyalik Aleksandr Prokopchov bo'lib, Rossiya Ichki ishlar ministrligining sobiq xizmatchisi 56 yoshli Prokopchov Interpolning muavin raislik vazifasini o'tab kelmoqda. Amerika parlament a'zolari Jenni Shahin, Roger Wicker, Chris Coons va Marko qatorliqlar Donald Trumpni ogohlantirib xat yozib, Trump hukumatining Prokopchovning yangi rais bo'lib saylanishini to'sishini talab qildi. Ular Prokopchovning Interpolga rais bo'lishi xuddi bo'rini qo'tonga rais qilganga barobar. Interpolni qora jamiyatga aylantirib yetdi deyishgan. Rossiyaning koni qo'shinlaridan Ukraina va Litvaniya yaqinda bir Rusning Interpol raisi bo'lsa, bu tashkilotdan ayrilganligini bayon qilgan edi. Kremlin bayonotchisi Dmitry Peskov buningga munosabatlik so'zlagan bayonotida ular xalqaro bir tashkilotning saylimiga mudoxila qilyotdi. Bundaq bir ishqa boshqa qandaq baho berilmoqchi dedi. Bir qator talash-tortishlardan keyin 21 noyabr Dubayda ochilgan Interpol 87 qitimliq mudiriyat yig'inida Koreyalik Kim Yong-yang Prokopchovdan ustun kelib Interpolning yangi raisi bo'lib tayinlandi. Amerika Suriyani neft bilan ta'minlagan Rossiya Eron to'riga jazo yurgizdi. Amerika Suriyani neft bilan ta'minlashda rol o'ynagan 6 kishi va 3 tashkilotga jazo qo'llandi. Ularning ichida Iran neftini Suriyaga ta'minlagan deb ayblangan Rossiya davlat egiligi şirkati va Global Vision Group qatorliqlar bor. Amerika amaldorlari Suriya hukumatining Iran-Rossiya to'ri soyasida Irandan 1 million bak neft setib olganligini, Iranning bo'lsa Suriyadan topgan pullarini Hamas va Hizbullahga mablag' solganligini ilgari surdi. İsmi atalgan kishilar va tashkilotlar Iran neftini o'xshamagan yo'llar bilan cheklama sirtida Suriyani ta'minlaganligi uchun aybladi. İran neftining Suriyaga ta'minlanishini o'rinlashtiruvchi Suriya fuqarosi Muhammad Amir Shavki ekanligi oshkorlandi. Amerika Moliya ministri Steven bayonot berib, İran va Rossiyaning Asad rejimini kuchlantirishga qarshi harakat qilganligini so'zladi. Steven yana İran Markaz bankasining amaldorining xalqaro moliya sistemasini salbiy tarafdan qo'llashini davom qilayotganligini ta'kidladi. Ministerlik oxirgi 2 yilda İran neftini Suriyaga ta'minlaganligi isbotlangan 16 Rus gemisining tizimligini e'lon qildi. Kanada başçılığında Beijing'da 15 G'arb davlatining elchilaridan tarkib topgan bir guruh Uyg'urlarning kishilik huquqiga tajovuz qilinishiga aloqador aniqlam olish uchun Xitoyning muqimsiz ko'p musulmon o'ltiraqlashgan atalmış Şinjan rayonining yuqori darajalik amaldori bilan ko'rishishni talab qildi. Reuters agentligi ko'rgan bir ko'paytirma nusxasiga ko'ra, elchilar o'z talablarini atalmış Şinjandagi Kommunist partiya boshlig'i Chen Chuanggo'ga maktub shaklida bildirgan. Bu harakat bir guruh davlatlar tarafidan Xitoydagi inson huquqlari masalasi bo'yicha keng ko'lamlik va moslashtirib ilib berilgan az ko'riladigan ahvol bo'lib hisoblanadi. Shundaqla Beijingning atalmış Şinjan rayonida ilib berayotgan bostirishlarga qarata kuchli qarshiliklarga duch kelayotganligini bildirdi.
Beijing faoliyatchilar, akademiklar, chet el davlatlari va BDP kishilik huquq mutaxassislari tarafidan mutlaq ko'p qismi musulmon bo'lgan Uyg'ur va boshqa atalmish Xinjiangda yashaydigan musulmon millatlarni keng ko'lamda qamab qo'yish va qattiq nazorat qilishga bo'lgan kuchli noroziliklarga duch kelgan. Avgust oyida BDPning bir kishilik huquq guruhi Xitoyda 1 million yoki uningdan ko'p Uyg'urlarning maxfiy holda keng ko'lamli qamab qo'yish lagerlarida tutib turilayotganligiga doir ko'plagan ishonchli dokladlarni olganligini so'zladi. Xitoy xohlagancha qamab qo'yish va siyosiy qayta tarbiyalash ilib bormaganligini, ishga o'rinlash fursatlarini zo'raytish uchun kichik jinoyat sodir qilgan bir qism fuqarolarni kasbiy tarbiyalash markazlariga avatganligini bildirdi. Beijing inson huquqlari vaziyatini tanqid qilib, boshqa davlatlarning ishlariga aralashmaslik siyosatini qo'llab-quvvatlaydi. Xitoyning yuqori darajali diplomati seshanba kuni dunyoning Xinjiang haqidagi fitna ig'volarga parvo qilmasligini va yerlik hukumatga ishonish kerakligini bildirdi. Maktubning dastlabki nusxasida biz Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi az sonli millatlarning, bo'lib Uyg'urlarning beshidan kechirayotganlaridan intayin bearam bo'ldik. Ahvolni texmi yaxshi tushunish uchun biz eng tez zamonda siz bilan yuz ko'rishib, bu masalalarni muzokara qilishni talab qilamiz deyilgan. Bu maktub Xitoyning Tashqi ishlar ministerligi, JX ministerligi va Kompartiyaning xalqaro bo'limi qatorliq o'rinlarga avatilgan. Atalmish Xinjiang hukumati, JX ministerligi, Kommunist partiyasining xalqaro bo'limi va partiya bayonotchisi ishxonasi fikrlarga qarata inkas bildirmadi. Xitoy Tashqi ishlar ministri bayonotchisi Hua Chunying bu maktubni tex ko'rmaganligini va elchilarni Xinjiangda qarshi oladiganligini, lekin agar ular Xinjiangning hukumatiga besim ishlatish niyatida bormoqchi bo'lsa, buningda cho'qim bir masala bor dedi. Hua Chunyingning kundalik axborot e'lon qilish yig'inida elchi bo'lish sifati bilan ularning roli oldi bilan o'z davlati va elchi bo'lib turayotgan davlat o'rtasida o'zaro tushunish, ishonch va hamkorlikni ijobiy rag'batlantirish bo'lib, aksicha fitna fasod berish, elchi bo'lib kelgan davlatdan o'rinsiz talablarda bo'lish va u davlatning ichki ishlariga aralashish bo'lmasligi kerak dedi. U yana biz yaxshi niyatda vaziyatni tushunishni izlaganlarni qarshi olamiz. Xinjiang bir ochiq rayon. Biroq bir taraflama qarashlarga va yerlik hukumatimizning ishlariga aralashish uchun yomon niyatda bo'lganlarga va yoki Xitoyning ichki ishlariga aralashib, yeniklik bilan tanqid qilguvchilarga qat'iy qarshi turamiz dedi. Xitoy atalmish Xinjiangning ko'p sonli Xitoy millatiga qarshi hujumlar uyushtirish va ziddiyatlarni kuchaytiruvchi islom qurolli unsurlari va bo'lgunchilar tomonidan jiddiy tahdidga duch kelayotganligini aytmoqda. Maktubda Kanada, Angliya, Fransiya, Shveysariya, Yevropa Ittifoqi, Germaniya, Gollandiya va Avstraliya elchilarining nomi tilga ilingan. Boshqa elchilari tilga ilingan davlatlar bo'lsa, Irlandiya, Shvetsiya, Belgiya, Norvegiya, Estoniya, Finlandiya va Daniya. Maktub va uning mazmuni bilan tonish bo'lgan 4 nafar diplomat Kanadaning bu maktubning yozilishida boshlamchilik rol o'ynaganligini bildirdi. Kanada Tashqi ishlar ministerligi Reutersga yo'llagan bayonotida maktub haqida bevosita to'xtalmagan bo'lsa-mu, biroq Uyg'urlar va atalmish Xinjiangdagi boshqa musulmonlarning qamoqqa elinishi va keng ko'lamli nazorat qilinishiga aloqador xabarlarni yaqindan kuzatayotganligini bildirdi. Kanada Tashqi ishlar ministerligi BDP yig'inida Uyg'urlar duch kelayotgan masalalarni bevosita Xitoy Tashqi ishlar ministerligiga anglatdi. Kanada Xitoy hukumati bilan ochiq va xususiy ravishda ikki taraf va ko'p taraf uchrashuvlarida atalmish Xinjiang bo'lgan andishlarini izchil o'tirib qo'yib kelyapti va bunday qilishni davomlashtiradiganligini bildirdi. Gerçi Amerika bu maktubda o'rin olmagan bo'lsa-mu, Amerika diplomatlarining aytishicha, Amerika atalmish Xinjiang masalasini kuchli qo'llovchilarining biri ekan. Amerika elchixonasining bayonotchisi maktub haqida so'ralgan savollarga javob berib, Xitoy hukumati 2017 yili apreldan buyon taxminan 800 ming deb qaralgan, balki 2 milliondan oshiq Uyg'ur, qozoq va boshqa musulmonlarni siyosiy tarbiyalash nomida jazo lagerlariga qamganligidan cho'chib ketdik dedi. Amerika hukumati davomli holda Xitoyning bu ta'tir siyosatlarini to'xtatishini va barliq xohlagancha tutqun qilingan kishilarni qo'yib berishni chaqiriq qilamiz.
Biz bütün gücümüz bilan kishilik huquqqa tajovuz qilish qilmishining javobgarligini surishtirishni ilgari suramiz. Shu jumladan atalmish Şinjan hukumatining amaldorlariga qaratmali holda tadbirlarni qo'llanamiz dedi. Amerika atalmish Şinjanda inson haqlariga tajovuz qilgan Xinjiang'u boshqa amaldorlar va shirkatlarni jazolashni o'ylashmoqda ekan. Kanadaga ko'chmanlarni tizimlash xizmati utuqliq oyoqlashdi. Kanadaga ko'chmanlarni tizimlash xizmati utuqliq oyoqlashdi. Dünya Uyghur Qurultayıning o'rinlashtirishi bilan 11 ayning 11 kuni Kanadadan avatilgan Qiyim Masimov va Guli Maqsud qatorliq 2 kishi Kanadaga ko'chman bo'lishni xohlaydigan Uyg'urlarni tizimlash xizmatini 11 ayning 12 kunidan boshlab 11 ayning 21 kunigacha Istanbulda ilib bordi. Turkiyada iqomatsiz, pasportsiz, ish ruxsatisiz turayotgan Uyg'urlar kelib o'zlarini tizimga oldirdi. Musafir Uyg'urlar Turkiyada ish ruxsati bo'lmaganlikdan bolalarni o'qitish, davolash masalalarida zo'r qiyinchilikqa yo'liqqachqa, oldingi bir mezgilda Yevropaga har xil yo'llar bilan ketayotgan edi. Mutlaq ko'p qism Uyg'urlar viza ololmag'achqa, oz sonli Uyg'urlar qochoq yo'l orqali Yevropaga ketishga majbur bo'lgan. Bu tizimlashning faqat birinchi qatimliq o'zini tizimga oldirish ekanligini, bu materialni Kanada hukumatiga sungandan keyin qolgan qarorni Kanada hukumati chiqardiganligini aniq aytgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar yana bu xizmatni qo'llaydiganligini bildirishdi. Bu xizmatni jon ko'ydirib fidokorlik bilan ishlagan ikki xodimga hammadan rahmatlarini bildirishdi va Kanada hukumatining o'zlariga yordam qilishini umid qildi. Vatanni turmaga aylantirgan Xitoy chet eldagi Uyg'urlarning pasportlarini bekor qilib o'tish orqali Uyg'urlarga turli qiyinchiliklar kelmoqda. Ba'zi Uyg'urlarni o'zi uchun ishlashga majburlab taklif solmoqda. Xitoylarning qori qo'lidan qutlanmagan Uyg'urlarning o'zlari va bolalarining kelgusi uchun bexatar davlatga yo'tilishini o'ylashi to'g'risida har xil ko'z qarashlar mavjud bo'lsa-mu, ko'p qism kishilar yanada ijobiy baho bermoqda. Yana bir Uyg'ur madaniyat va tashviqot markazi Gollandiyada qurildi. O'z xabarimiz. Gollandiyaning shimoliga joylashgan Harlem shahrida qurilgan Uyg'ur madaniyat va tashviqot markazi 2018-yili 11-oyning 24-kuni o'z markazida ochilish murosimi o'tkazdi. Bu markazning ochilish murosimiga Gollandiyaning har qaysi yerlaridan tashkilot vakillari, siyosiy aktivlar va jamoat vakillari qadam tashrif qildi. Murosimga qatnashgan tashkilot vakillari so'z qilib, markazning qurilganligini tabrikladi va o'zaro hamkorlashib, har qanday faoliyatda bu markaz bilan bir safda turib, kuchining yetishicha qo'llaydiganliklarini bildirishdi. Oxirida ziyoratimizni qabul qilgan markaz qurg'uvchilaridan Abduqiyim Hojim mundaq dedi. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, dunyoning har qaysi joylardagi turayotgan mujohidlarga Uyg'urlarga Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Biz Uyg'ur madaniyat va tashviqot markazimizni 2018-yili 6-oyda qurgan bo'lib, bu Amsterdamning yanındaki Harlem degan shaharga qurilgan, ya'ni Gollandiyaniki shimoliy tarafida bo'lgan bo'lib, bu bütün Uyg'urlarningki xizmati uchun qurilgan bir yer. Merkezimizdeki en çok hizmetlerden birisi Gollandiya Uyghur Ana Til Mektebi. Bu mektebimizin hazır 40'tan ziyade o'quvchilari var olup, bu o'quvchilar din, til ve özümüzün örf adetlerini öğreniyordu. Hazır o'quvchi sanımız günden güne ko'paymekte. Yani yangi yazdıqallanma 50'ye yakın tip qiladi. Hazır şu yerimizde hizmet kuvvetimiz, onundan başka teşviqat hizmetlerimiz bizden Gollandiyaca, Türkçe ve İngilizce teşviqatlarını takip, her qaysi joylarga, masjid, üniversite ve başka derneklerge muşlarını takip arqali Uyg'urlarningki hozirgi ahvolini, necha million Uyg'urlarningki komplekt ahvolini shu orqali tunutib, biraz Uyg'ur davosiga texmo boshqalarningki ko'ngil bo'lish uchun Esimiz bu qalamdaki acizden degan şekilde şu yolga xizmatga chiqdik. Allah razı olsun bütün qarindoshlarımızın hemmesi bizni yolg'iz qo'ymay har jihatda bizga yordam qilyapti. Bugun yani 11-oyning 24-kuni shanba kuni Harlem'de yani şu merkezimizde toplumda cemaatlarning hem sohbet bo'lib turayotimiz. Hammalarga rahmat, Allah razı olsun. Hürmetli körmenler, vaqt münasebeti bilan programımız müşahede axırlaşdı. Kelar qitimliq programımızı ko'rishgacha aman bo'linglar. Xayr xo'sh.